Yaqinda bir yigit qabulga kelib, bir haftadan keyin to'y, просто ko'nglim xotirjam bo'lish uchun to'ydan oldin tekshirtirib qo'ymoqchiman dedi. Aloqalar bo'lgan ekan oldin. Assalomu alaykum azizlar, men doktor Akbar Shoh, urolog, andrologman va bugun sizlar bilan juda nozik bo'lgan va ko'p uylanmoqchi bo'lgan bo'ydoq yigitlarni qiziqtiradigan mavzu haqida gaplashamiz. Ushbu yigit to'ydan bir hafta oldin tekshirtirib olmoqchi, ya'ni kelajakdagi budushi ayoliga nimadir infeksiya yuqib qolmaslik uchun, ayolini kasal qilib qo'ymaslik uchun, menimcha shunaqa ma'noda kelganlar yoki ko'ngillarida qandaydir bir taxmin bordir, nimadir yuqqan balki degan. Lekin ko'p erkaklar boshqa erkaklarni shikoyati, shu kasallik yuqtirib olgani haqidagi gaplarni eshitib ham to'ydan oldin bir hafta yetadi, menimcha tekshirishga bir hafta oldin yetadi deb o'ylab borishadi qabulga. Ushbu yigitni biz gaplashganimizda o'zida hech qanaqa shikoyat yo'q, hech narsa bezovta qilmayapti. Keyin mayli bo'pti deb jinsiy aloqa, ya'ni himoyalamagan jinsiy aloqa orqali, bu oral seksmi, bu vaginal seksmi, bu anal seksmi, bu infeksiya yuqishi mumkin bo'lgan jinsiy aloqa orqali yuqadigan infeksiyalarni ruschada aytganda IPP deyiladi. Hammasiga bir mazok olindi, qon topshirildi va javobi chiqadigan kuni kelganlarida ham ikkalamiz ham hayron bo'lib qoldik. Nimaga desangiz, yigitni hech narsa bezovta qilmayapti. Hech qanaqa shikoyati yo'q. Lekin analizda unda xlamidiya va ureplazma degan parazitlar, infeksiyalar aniqlandi. O'zi ham hayron. Ureplazma degan infeksiya umuman o'g'il bolaga qanday tushib qoladi? O'g'il bolaga bu infeksiyalar jinsiy aloqa orqali tushish ehtimoli baland, juda ham baland. Jinsiy aloqa himoyasiz bo'lgan bo'lsa baland. Bu faqat vaginal seks rezinka bilan oral seks rezinkasiz yoki oral seks bo'lgan, vaginal seks himoyalangan bo'lsa yuqmaydi degan emas. Oral seksda ham buni yuqish ehtimoli baland. Hattoki pettinglarda ham bu narsa yuqish ehtimoli bor. Petting degani bu jinsiy a'zolarning bir-biriga ishqalanishi, olatni qinga kirishi bo'lmaydi, lekin jinsiy a'zolarning bir-biriga ishqalanib, rohatlanib, rohat olishi ham bu natijada shilliq qavatlar orqali chiqqan infeksiya bo'lsa agar yuqib qolishi mumkin. Umuman bu infeksiya qanchalik zarari bor erkak kishiga? Bu infeksiya ayol kishiga zarari bormi, yo'qmi? Ayol kishida ham bu infeksiya agar yuqqan bo'lsa, hech qanday shikoyat bo'lmasligi ehtimoli baland. Sababi bu infeksiya shilliq qavatga kirib olib, shilliq qavatda yashaydi, hattoki kerak bo'lsa hujayraning ichiga kirib olib, kutadi o'ziga qulay vaqtni. Misol uchun shamollagan bo'lsa, antibiotik ichgan bo'lsa yoki achchiq narsalarni, rangli suvlarni ichgan bo'lsa, qiz bolada ham, o'g'il bolada ham bu infeksiya ko'paya boshlaydi va tashqariga chiqa boshlaydi. Chunki siz iste'mol qilgan mahsulot tarkibidagi komponentlar shilliq qavatni qo'zg'atadi, razlajat qiladi qo'pol ketgan va o'sha infeksiya tashqariga chiqa boshlaydi. Qiz bolada bu infeksiya ayol kishiga yuqqan bo'lsa, qinni o'zida shamollash chaqirishdan tashqari bachadon bo'ynidan o'tib, bachadonning naylarini, turbalar deyiladi, ruschada aytganda turbalarini yallig'lantirish chaqirganligi uchun bu yallig'lanish hisobiga shilliq qavatni ichida chandiqlar paydo bo'ladi. Va natijada bepushtlikka olib kelishi mumkin. Nima degan bepushtlik degan? Bu farzand bo'lmayapti. Qo'shilishyapti er-xotin, lekin farzand bo'lmayapti. Urug' foizi yaxshi, farzand bo'lmayapti. Ayol kishida turbalarni yopilib qolishi hisobiga urug' o'ta olmaydi, tuxum hujayra o'ta olmaydi va turbalar yopilib qoladi. Bu surunkali xlamidiya infeksiyasi bilan shamollab yurgan, hech qachon davolanmagan insonda bu narsa ehtimoli bor. Ko'pchilik mana shu bezovta qilmayapti-yu, men tekshirishim kerak deydi. Lekin kontakt bo'lganini faqat u o'zi biladi. Qanaqa kontakt bo'lganini ham o'zi biladi. Aytmasligi mumkin, yashirishi mumkin, uyalishi mumkin, himoyalangan-ku deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun bu infeksiya albatta tekshiruvda aniqlanishi ehtimoli baland. Buni faqatgina qon topshirib aniqlash ehtimoli kamroq. Buni mazok topshirgan, ya'ni PCR analiz orqali Androflor analiz topshirib uni inkor qilish kerak. Androflorda 16 ta infeksiyani ko'rsatib beradi. Ular ichida 7 tasi foydali, ya'ni foydali emas, biz organizm uchun zararsiz bo'lgan infeksiya. 2-3 tasi shartli ishlaydigan infeksiyalar, biz bilan shartli ravishda ishlaydigan, ya'ni sizdan ugina, bizdan bugina bo'lib yashaydi, lekin siz sharoitni o'zgartirib bersangiz, u sizga qarshi ishlay boshlaydi. Undan keyingi infeksiyalar qolgan bir 5-6 ta infeksiya zararli infeksiyalar, parazitlar bo'lib, ular bizda shamollash, yallig'lanish, o'zgarishlar chaqira boshlaydi. O'g'il bolada bu xlamidiya yoki ureplazma qanday o'zgarishlar chaqirishi mumkin? Xlamidiya o'g'il bolada выделение ajralma kelishi, mutniy xira ajralma kelishidan tortib, siydi yo'llarda achishi, siyganda, siymagan vaqtida urug' yo'llariga o'tib, urug' yo'llarini yallig'lantirib, urug'larni tashqariga chiqadigan kanallarni yopib qo'yish darajasigacha borishi mumkin. Siz jinsiy olatga yuqtirgan infeksiya siz uxlayotgan vaqtda yoki siz peshob qilmayotgan vaqtda tepaga harakatlanib, urug' yo'li, siydi yo'llar bo'ylab siydi qopigacha yetib boradi. Hattoki prostatani shamollatib, sizda prostatitni antibiotik bilan davolab yuraverasiz, lekin xlamidiya hisobiga shamollash bo'lgani uchun ketmaydi.
Hattoki shilimshiq chiqib yotadi siz peshob qilmagan vaqtda ham jinsiy holat uchidan. Shuning uchun bu infeksiyani davolashdan oldin siz yugurib borib, hozir menda xlamidия bordir, kecha aloqa bo'lganda yoki o'tgan kun aloqa bo'lganda deb yugurib borib aptekadan qanaqadir antibiotiklarni olib ichish kerak emas. Aslo buni qilmang, chunki bu sizni sog'lig'ingizga ham zarar va cho'ntagingizga ham zarar bo'la boshlaydi. Asosiysi kasallikni davolamaydi. Nima kasalligini ham bilmay qolasiz. Shuning uchun avval mutaxassisga boring, urolog-kandrologga boring. Kontakt bo'lganmi, bo'lmaganmi, shu analizni qanaqa kontakt bo'lganini ham o'zingiz tushuntiring. Va kerak bo'lsa mazokni topshiring, qon topshiring, kerak bo'lsa VICH, RVD, sifilisga ham topshiring. Va shundan keyin javobi chiqqandan keyin qanaqa darajada bormi o'zi yo'qmi chiqqan bo'lsa, xlamidия chiqqan bo'lsa, albatta dorisini o'z vaqtida, unga maxsus o'zining dorisi bor, antiparazitarning dorisi bor. Bu 5 kun, 7 kun ichilmaydi. Bu 14 kun, kerak bo'lsa 28 kungacha ichiladi dorilar. Maxsus dorilar bor, uni har xil variantlari bor. Endi hozir dorisini otilay olmayman, chunki bu reklamadek bo'lib qoladi. Qidirsangiz bunga mos bo'lgan dorilar o'z ro'yxati bor. Shunda bu infeksiya sizni tanangizdan chiqib ketadi, yo'qoladi va siz juftungizga ham yuqtirmaysiz. Shuning uchun hurmatli erkaklar, albatta himoyalangan aloqa bo'lganmi, himoyalanmagan aloqa bo'lganmi, yaqinda siz uylanishingiz kerakmi? 1-2 oy oldin albatta vrachga borib, mutaxassisga borib tekshirtirib olganingiz ma'qul. Salomat bo'lasizlar.